Assalomu alaykum. Bizda mana bunday ta'lim intellektual o'yinimiz keldi. Juda ham qiziqarli. Kattalar hamda bolalar uchun mo'ljallangan. Bu yerda savollar kartochka orqali beriladi. Madinaga sayohat va Makkaga sayohat. Savollar ikki turga bo'linadi. Kattalar uchun alohida belgilangan, bolalar uchun va alohida belgilangan savollar bor. Bu yerda xaritasi bor. Shu xarita orqali o'ynaladi. Bu yerda Madina xaritasi va bu tomonda Makka xaritasi ko'rsatilgan. 2 kishi, 3, 4 kishi, hattoki 4 ta jamoaga doir ishtirok etsa bo'ladi bunda. Ilmiy salohiyati oshadi bunda bolalarning va bolalarning vaqti behuda o'tmaydi inshaalloh. Ilmini yana ham o'stiradi. Albatta tavsiya qilamiz hamma olib foydalanib ko'rishini inshaalloh. Agar sizlarga ham ushbu ta'lim intellektual o'yinimiz ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Dastavka xizmatlarimiz ham mavjud.